Diqqat, prezident farmoni yosh bolasi bor fuqarolar uchun endi juda katta yengillik beriladi, arzonlashtiriladi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Diqqat qiling, O'zbekistonda pamperslar narxi arzonlaydi. Prezident topshirig'i bilan pampers olib kirishga qo'yilgan cheklovlar bekor qilindi. Endi O'zbekistonda yuqori xavfli tovarlar, jumladan tish cho'tkasi, tagliklar, bolalar kiyimlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish amaliyoti bekor qilinadi. Prezident xavf darajasi yuqori bo'lgan 7 ta tovar guruhidagi mahsulotlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish amaliyoti bekor qilinishi haqida ma'lum qildi. Hurmatli kuzatuvchilar, tezkor yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.